Tangizni hech qachon tozalamasangiz nima bo'ladi? Birinchi kun. Polga kiyimingizni tashladingiz. Hech qanday jiddiy narsa emas. Miyangiz bu tartibsizlikdan biroz kortizol gormoni ishlab chiqaradi. Lekin siz buni e'tiborsiz qoldirib, telefon titishda davom etasiz. Birinchi hafta. Millionlab mikroskopik chang kanallari hozirda to'kilgan o'lik teri hujayralaringiz bilan oziqlanmoqda. Ko'zlaringiz achishadi va ularning chiqindilaridan nafas olganingiz sababli nazorat qilib bo'lmaydigan darajada aksira boshlaysiz. 1 oy. Kravatingiz ostidagi o'sha yanimi yeyilgan pitsa endi u momiq, yashil rangli ilm-fan loyihasiga aylandi. Zaharli mog'or sporalari havoni to'ldiradi. Har bir olgan nafasingiz zamburug'ni o'pkangizga chuqur kiritadi va doimiy yo'talga sabab bo'ladi. 6 oy. Hidga chidab bo'lmaydi. Chiqindilar va chirigan organik moddalardan chiqayotgan ammiak tomog'ingizga salbiy ta'sir qiladi. Xonangiz endi 3-darajali biologik xavf zonasi hisoblanadi. 1 yil. Mehmonlar kela boshlaydi. Suvaraklar va kumushsimon baliqchalar chirigan qoldiqlarga jalb qilinib, ichkariga ko'chib o'tishadi. Siz uxlayotganingizda ular ustingizdan yurib, teringiz va yostig'ingizda salmonella kabi bakteriyalarni qoldirishadi. 3 yil. Qon aylanish tizimingizga kam uchraydigan zamburug'li infeksiya kiradi. O'pkangiz suyuqlikka to'ladi va siz nafas olishga qiynalasiz.